Eng mayda glubinniy nasoslarimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 soatda 170 tonnadan 200 tonnagacha suv beradi. Buni afzalligi boshqa nasoslarga qaraganda qulaylik tarafi. 1 soatda 40 tonna suv beradi. Bu nasosdan juda ko'p kishi Qiziriqqa, hamma joyga olib ketgan, butun Surxondaryo bo'ylab. Bu yerda esa bizni dizelli nasoslarimizni ikki xildan olib kelib qo'yganmiz. 8 metr pastdan so'raydi, 20 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. 7 metr pastdan so'raydi, 25 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. Bugun sizlar bilan birgalikda hozirgi sezonniy nasoslarni obzorini qilib o'tamiz. Glubinniy poplov nasoslarini Romay do'konida necha xilini topsangiz bo'ladi, necha xildagi bor, qanaqa razmer, qanaqa brendlar bilan ishlaymiz, shu haqida ozroq qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Birinchisi, hamma uyda kerak bo'ladigan mana bunaqa 25 talik eng mayda glubinniy nasoslar. Bu Phantom brendi asosida ishlab chiqarilgan. Maksimal napor podachasi 18 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. 1 soatda 6 tonna suv beradi. Garantiyasi 6 oy kafolatini urib beramiz. Agar 6 oy ichida biron narsa bo'ladigan bo'lsa, motor qismiga yangisiga almashtirib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 658 ming so'm ilgari sotilgandi. Hozirda chegirmada 550 ming so'mdan qilib beramiz. Shunga o'xshash ko'pchilik chalg'iydi. Mana bunaqa Shimji brendi asosida ishlab chiqarilgan nasoslarimiz ham bor. Bu nasoslarimiz 1 minutda 126-130 litr suv beradi. Maksimal napor podachasi 18-19 metrga tikka balandlikka ko'tarib beradi. Bu nasoslarimiz ham 700 ming 750 ming so'mdan boshlanadi, ko'tarilib ketaveradi 250-370 talik vattiga qarab. Keyin EPA brendiniki bor, Zarb brendiniki bor, Pit brendiniki bor, Polvon brendi bor. Asosan biz EPA, Pit, Polvon, Shimji, Grand Farm, Gidrox, Leo, Zarb shu 9-10 dan ortiq firmalar bilan ishlaymiz va o'sha firmalarni 25 diametrdan tortib 200 diametrgacha bo'lganlarini bemalol do'konimizdan topishingiz mumkin. Bu glubinniy nasoslarimizni, misol uchun mana bu 200 diametrdagisi 1 soatda 170 tonnadan 200 tonnagacha suv beradi. 12-15 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. Narxlariga keladigan bo'lsa 2 million 700, 2 million 800 ming so'mdan boshlanadi, 3 million 900 ming so'mgacha bor. Bu nasoslarimizda 150 diametrdagisi ham bor. 1 yildan kafolat beramiz mana aka. Samara bor, Ariol bor, EPA bor, Shimji bor, Xerro firmaniki bor. Nemetskiy texnologiya 100 lik, 2 kilovatlik, 1,5 kilovat, 1,1 kilovatlik. 1 soatda 82 tonna suv beradi. Misol uchun mana bu 1,5 kilovatlik mana. 1,5 kilovatlik nasosimiz 13 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. 1 soatda 82 tonna suv beradi. 220 voltga ishlaydi. Bemalol 190 voltdan 240 voltgacha bo'lgan kuchlanishda cho'tki ishlab beradi. Keyin mana bunaqa Zarb brendi asosida ishlab chiqarilgan hozirgi kunda juda ham trendga chiqqan nasoslarimiz. Buni afzalligi boshqa nasoslarga qaraganda qulaylik tarafi. Ham siz 76 lik qilib ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz mana bunaqa perxonik shuna qo'yasiz, qotirasiz, 100 lik diametrga aylanadi. Nasos ham 76 ham 100 diametrda ishlaydi. 1 soatda 40 tonna suv beradi, 12 metr tikka balandlik ko'tarib beradi. 1 kilovatlik. Biz do'konimizda siz xohlagan turdagi ham 220 voltga ishlaydigan, ham 380 voltga ishlaydigan nasoslarni topishingiz mumkin. Misol uchun mana bunaqa brezelikdagi Samara deysizmi, ustalik EPAmi, EPA, Pit, Polvon brendini hamma turdagi nasoslarni topishingiz mumkin, hamma diametrini. Keyin mana Nemetskiy texnologiya Xerro firmamiz. Bu hozirgi kunda 500 metrgacha masofaga qo'yib berganmiz. Mijozlarimiz Muzrobodga olib borib, Husniddin aka degan usta akamiz bor, o'rnatib berishgan, cho'tki ishlatyapti bu nasoslar. Bu nasosdan juda ko'p kishi Qiziriqqa, hamma joyga olib ketgan, butun Surxondaryo bo'ylab. Ishlashiga gap yo'q, cho'tki ishlaydi, 100% zapchaslari, hamma narsasi topiladi. Kafolatlari bor, o'zini servisi bor. Agarda sizga ham mana shunaqa nasoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q, qanaqaligi 220 380 bu yoqda 380 lardan bor, yuring ko'rsam. 300, 250, 350, 150, 180, 76, 50 hamma turdagi nasoslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Farqi yo'q, balandlikda umuman ahamiyati yo'q, balandlikka suv chiqarish hajmini ham umuman ahamiyati yo'q. Qancha joyga suv kerak bo'lsa, necha gektar sug'ormoqchi bo'lsangiz, bemalol biz sizga buni ta'minlab beramiz. 200-300 kilovatgacha bo'lgan nasoslar bilan sizlarda muammolaringizga yechim berishga harakat qilamiz. Bu yerda esa benzinda ishlaydigan nasoslarimizni taklif qo'yapmiz. Benzinda ishlaydigan nasoslarimiz 50, 76, 100, 150 diametrdagilari hammasini olib kelib qo'yganmiz. Misol uchun ulardan bittasi Polvon brendi asosida ishlab chiqarilgan. 1 soatda 80 tonna suv beradi. 7 metr pastdan so'raydi, 25 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. Diametri 100 bo'ladi. Motorning mощность quvvati 5250 vattga teng bo'ladi. 177 talik motor bilan jihozlangan. 100% zapchaslari bor, 1 yil kafolati bor. Bemalol 1 yil mobaynida servis xizmatidan foydalansangiz bo'ladi.
Narxiga keladigan bo'lsak, 2.280 ming so'm edi. Hozirda chegirmaga tushgan. Chegirmadagi narxi 1.650, 1.700 ming atrofida bo'ladi. Yana ham aniqroq bilmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Ulardan keyingi variantimiz 76 diametrdagi 76 diametrdagi nasoslarimiz 1 minutda 1 tonna 350 litr suv beradi. 8 metr pastdan so'raydi, 30 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. Oboroti 3600 oborot minutiga aylanib beradi. Motorlar hamma narsasi, gilza porshonlari 100% yaxshi. Original zapchastlardan qo'yilgan, garantiyalari hamma narsasi bor. Fanton nemetskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bu nasosimizni 1.880 ming so'mdan ilgari sotgandik. Hozirda chegirmayda bu nasosimizni 1.350 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Number 1 brendiniki bor, Polvon brendiniki bor. Bu 76 diametrdagi. Buni 50 diametrdagi nasoslarimiz, misol uchun mana EPA brendiniki 1 soatda 35 tonna suv beradi. 7 metr pastdan so'raydi, 35 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. 100% zapchastlar hamma narsasi topiladi. 1 yil servis xizmatiga kafolat turib beramiz. Bundan tashqari buni EPA brendini 50lik, 76lik, 100 diametrdagi pompa nasoslari bor. Hammasiga kafolati 1 yildan. Bundan tashqari Number 1 brendi bor, Polvon brendi bor, Fanton hamma brendlarni olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda esa bizni dizelli nasoslarimizni ikki xildan olib kelib qo'yganmiz. Bu 200 diametrdagi bo'ladi. 6 metr pastdan so'raydi, 16 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. 1 soatda 250 tonna suv beradi. 195 lik motor, ikkita gilza porshon bilan o'zini radiatorlari bor, bemalol o'zini o'zi yaxlatadi. Uzoq vaqtga ishlatishga ham juda ham qo'l keladi. Turbo kompressorni 100% zapchastlari hamma narsasi bor, balki 25 litrlik bo'ladi, dizelli. 1 soatda 204 rasxod qiladi. Buni 150 diametrdagi ham bor. Hozirgi kunda juda ham ko'p sotiladigan variantlardan bittasi. Bu nasosimiz 8 metr pastdan so'raydi, 20 metr tikka balandlikka ko'tarib beradi. 195 talik motor, unga qaraganda buni farq qilishi, bunda bitta porshon bo'ladi. Bunda o'zini o'zi sovutadigan faqat parrak. Doполнительный radiator yo'q. Buni vaqti bilan dam berib 3-4 soat ishlatib, 1 soat dam berib apkatkadan chiqarib olsangiz, bu ham u qanaqa ishlasa, ikkita porshonlik bu ham xuddi shunday qilib ishlayveradi. Bitta o'zi bemalol 5, 6, 10 gektargacha bo'lgan joylarda sug'orishda ishlatiladi. Bu nasosimiz 1 soatda 200 tonna suv beradi. 200 tonna suv beradi 3600 oborot minutiga. Agarda sizlarga hamma shunaqa dizelli nasoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda buni hamma turidan bor. 380 mi, 220 mi yoki mana bunaqa Wagner apparatlar deysizmi, karcherlar deysizmi. Xullas kalom, agar sizga qanaqadir bizda mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni do'konimizda 18 mingdan ortiq assortimentlarga boy bo'lgan do'kon hisoblanadi. Hamma turdagi elektroinstrumentlar deysizmi, kompressorlar deysizmi, yujoklar deysizmi. Xullas kalom, hamma uyingizga, biznesingizga kerak bo'lgan narsani biz orqali topishingiz mumkin. Agarda sizga mana shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, past ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki do'konimizga tashrif buyuring.